Meva mahsulotlariga senzorli baho berish, keyingisi demak quritilgan sabzavot mahsulotlariga senzorli baho berish va keyingisi demak quritilgan mahsulotlarga barli baholash usullari. Ya'ni biz bugungi darsimiz davomida biz shu bizdan oldingi darslarimizda aytib o'tgandik, ya'ni biz qishloq xo'jaligi yoki oziq-ovqat mahsulotlarini yangi holatda yoki qayta ishlangan holatda iste'mol qilishimiz mumkin. Endi quritilgan holatdan iste'mol qila olamiz. Qanday tartibda? Ya'ni ularni biz turli xil usullarda quritilgan, masalan ularni jihozlarda quritilgan yoki tabiiy holatda yoki sun'iy holatda quritilgan usullarni biz mahsulotlarni iste'mol qila olishimiz mumkin. Masalan bizning kundalik ratsionimizda eng ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlarimizni quritilganlardan uzun mahsulot, ya'ni pishmish yoki mayiz holatda yoki boshqa turdagi sabzavot mahsulotlar va yana undan tashqari bizni ya'ni eng ko'p yetishtiriladigan, masalan erta yoki o'rta yoki kechki muddatda qaysi meva sabzavot mahsulotlari ko'proq yetishtiriladi. Masalan o'rik mahsulotlarimiz masalan erta yoki o'rta muddatda yoki sabzavot mahsulotlarimiz 3 xil muddatda ham biz iste'mol qila olamiz yangi holatda. Lekin ularni albatta iste'mol jarayoniga yoki ularni iste'mol qilib bo'lmaydi yoki mavsumiy yetishtirilmaydigan davrda biz ularni iste'mol qila olishimiz uchun demak ularni quritishimiz kerak. Buning uchun albatta biz har qanday mahsulotni iste'mol qila olishimiz uchun yoki biz bu jarayonda aynan quritilgan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojimizni qondirishimiz uchun yoki bu mahsulotlar aynan bizning bevosita iste'mol bozorimizga yetib kelishining asosiy sababi chunki biz bu mahsulotlarni aynan iste'mol jarayonida yangi mahsulotlar yoki boshqa turdagi qayta ishlangan mahsulotlarga qaraganda o'rnini bosa oladigan darajada biz quritish usullarini bilganligimiz yoki quritish samaradorligi yoki quritish sifatini yuqori darajaga olib chiqqanligimiz uchun ham demak biz bu jarayonda aynan o'zimiz mahalliy sharoitda yoki ishlab chiqarish korxonalarida aynan bu biz ya'ni quritilgan mahsulotlarni bevosita iste'mol qila olishimiz mumkin. Ya'ni qanday holat? Ya'ni biz ularni quritilgandan keyin biz bevosita ularni iste'mol bozoriga yetkazamiz. Dastlab ya'ni sensorik ko'rsatkichlar, ya'ni rangiga e'tibor beramiz yoki shakliga va bevosita ularning mevalarning navlariga bevosita e'tibor beramiz. Ya'ni har bir meva yoki sabzavot mahsulotlarida quritilayotgan mahsulotlarning chiqish miqdori turli xil bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Chunki biz quritilayotgan mahsulotning dastlab birinchi quruq modda miqdoriga e'tibor beramiz. Ya'ni buning ko'rsatkichlariga asosan ularni tarkibida makro mikroelementlar yoki ularni biz uchun foydali bo'lgan oqsillik yoki glukozlik darajasi. Ya'ni biz asosan iste'mol qilayotgan mahsulotimiz qanchalik darajada bizga foydali ko'rsatkichlari bor. Bu uchun albatta ularni quruq modda miqdori, ya'ni iste'mol jarayonidagi aholining talabi qanchalik darajada va ular biz quritgandan keyin qanchalik sifat darajasiga erisha oladi. Ya'ni yangi mahsulotlar bilan yoki qayta ishlangan mahsulotlar bilan qanchalik raqobatlasha oladi. Bu uchun albatta ularning sensorik analizlarini bevosita ko'rib chiqishimiz kerak. Sabab chunki dastlab bizga mahsulot quritilgandan keyin birinchi rangi o'zgaradi. Bu rangi qorayishi mumkin yoki dastlabki demak meva yoki sabzavot mahsulotimiz o'zining dastlabki ko'rinishidagi rangi asta-sekin o'zgaradi. Bu aynan mahsulotimizning sifatiga tushishga olib kelishi mumkin yoki bu mahsulotimizning sifat ko'rsatkichini yuqori darajaga olib chiqishi mumkin. Va undan tashqari biz o'sha quritayotgan mahsulotimiz qanchalik darajada bizni iste'mol jarayonimizga yaroqli. Bu uchun albatta ularni iste'mol jarayoniga bevosita yetkazib berishdagi asosiy ko'rsatkichimiz ya'ni rangi o'sha mahsulotga bo'lgan xos tarzda bo'lishi kerak. Bu uchun albatta ularni demak dastlabki rang ko'rsatkichi. Masalan, o'rik mahsulotimiz 3 xil holatda quritishimiz mumkin. Masalan, turshak yoki kuragi yoki qaysi usul. Bular albatta mahsulotlarning tarkibi jihatdan yoki bu mahsulotlarni aynan chiqayotgan quritilgandagi mahsulotning bevosita rangi yoki uning shakli bevosita bir-biridan farq qiladi. Chunki masalan bir turida, masalan usulida aynan danagini olib quritiladi yoki danagi bilan yoki danakdan olinib ularning ichiga qo'shimcha tarzda demak ularga mag'izli qismini qo'shilgan holatda biz quritilgan mahsulot sifatida biz ularni iste'molga chiqarishimiz mumkin. Buning albatta iste'mol jarayonida ularning o'sha degustatsiya qilish asosida, ya'ni yumshoq konsistensiya yoki qattiq konsistensiya yoki biz o'sha mahsulotni aynan o'sha o'zining asl rangini saqlab qolish.
ko'proq hozirgi kunda o'sha zamonaviy rivojlangan texnika yoki ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotlarni butunligicha, ya'ni ularni turli xilda biz masalan mahalliy yoki o'zimizning o'sha imkoniyatlarimiz darajasida ko'proq mahsulotlar bo'lingan holatda quritish usullarini ko'proq biz uchun ko'proq imkoniyat yaratib beradi. Nima uchun? Chunki ular mahsulotlarni tez fursatda qurishi yoki o'sha mavsumida aynan mahsulotni bevosita tezroq ya'ni quritish mahsulotni olishimiz uchun. Lekin ko'proq bularni o'sha ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotni butunligicha bevosita o'sha o'zining rangini saqlab qolgan holatda. Bu uchun albatta ularga qo'shimcha ishlov berish, ya'ni oziq-ovqat kislotalaridan foydalanish. Ya'ni bu nimaga ahamiyat beradi? Ya'ni mahsulotning asl rangini saqlab qolish yoki mahsulotning bevosita o'zining shaklini ma'lum bir darajada saqlab qolish. Chunki bevosita quritilish jarayonida mahsulot tarkibidan namlik miqdori, ya'ni suv miqdori chiqib ketish jarayonlarini kuzatamiz. Bunda albatta mahsulot tarkibidagi erkin va birikkan suvlar bo'ladi. Ya'ni erkin suvlar aynan o'sha mahsulot quritish davomida chiqib ketadi. Lekin birikkan suvlar, ya'ni hujayra ichidagi asosan o'sha quritishning eng zamonaviy ko'rinishdagi, masalan ishlab chiqarish korxonalarida masalan sublimatsion quritish asoslari. Nima uchun? Chunki bularda aynan shu hujayra ichidagi suv miqdorini ham bevosita chiqarib yuborish imkoniyatlari bor. Ya'ni biz o'sha mahsulotni aynan o'zining shaklini saqlab qolgan holatda va bevosita, ya'ni mahsulotimiz ya'ni quritilgandan keyin yana asl holatiga qaytarilishi ham mumkin. Qachonki, ya'ni biz agar mahsulotni to'g'ri tartibda saqlash yoki iste'mol bozoriga to'g'ri yetkazib bera olmasak. Chunki har qanday bizni meva yoki sabzavot mahsulotlarimiz o'ziga so'z xususiyati bor degan. Ya'ni nima uchun? Namlikni o'ziga tortib olish yoki turli xildagi noxush hidlarni tortib olish xususiyati bor. Va bevosita u mahsulot tarkibiga ta'sir ko'rsatadi. Uning o'sha tarkibidagi moddalariga yoki rangiga bevosita ularning ta'miga. Chunki achchiq yoki nordon yoki shirin ta'mli bo'lishi mumkin. Va bular aynan mahsulotni agar quritilgandan keyin biz ularni maxsus o'sha saqlash omborlariga yoki quritilish jarayoni to'g'ri tashkil etilmasa yoki o'sha quritish jarayonidagi haroratni to'g'ri boshqara olmasak, bevosita biz o'sha iste'mol qiladigan mahsulotimiz bizning aynan sifati yuqori bo'lgan mahsulot sifatida quritilmasligi yoki iste'mol bozoriga yetib bormasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan aynan masalan o'rik yoki olma mahsulotlarimiz aynan o'zining o'sha yashil yoki och sariq yoki o'zining o'sha boshqa turdagi o'ziga xos ranglari bilan bevosita iste'mol bozorimizni, demak quritilgan mahsulotlarni egallaydi. Yoki o'sha uzum mahsulotimizni ham, ya'ni o'sha kishmish holatida yoki mayiz holatida iste'mol qila olamiz. Va bevosita bularni iste'mol jarayoniga yetkazish uchun ularni tannarxiga ham e'tibor beramiz. Chunki aynan iste'mol jarayoni faqat sifat ko'rsatish emas, albatta ularni mahsulot tarkibi. Chunki biz bundan bevosita ozuqavilik ko'rsatish qanchalik darajada. Biz ularni qanchalik iste'mol qilganimizda biz uchun energiya quvvati bera oladi. Yoki biz o'sha yangi yoki qayta ishlangan mahsulotlar qanchalik u mahsulot bizni o'sha iste'mol jarayonida o'rni ahamiyati katta hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan ham biz aynan meva yoki sabzavot mahsulotlarimizni quritirish jarayonlariga yoki o'sha quritish maydonlariga yoki quritish usullariga bevosita e'tibor beramiz. Bu aynan o'sha biz o'sha iste'mol qila oladigan darajadagi quritilgan mahsulotni iste'mol jarayoniga yetkazib berish uchun yoki ularni tashqi ko'rinishiga qarab bevosita farqlay olishimiz mumkin. Ya'ni aytib o'tdik, ularni birinchi quritilish darajalari harorat qanchalik o'sha asta-sekinlik bilan oshirib borish natijasida yoki ularni tabiiy o'sha sharoitda quritishimizda quyosh nuri ta'sirida ularni ham bevosita boshqara olishimiz mumkin. Masalan, o'zimizni e'tibor bersak, o'quv ilmiy tajriba xo'jaligimiz bor. Ya'ni Toshkent davlat universitetida uchqo'zimiz. Ya'ni u yerda e'tibor bersangiz quritish uskunamiz bor. Unda ham ya'ni ma'lum bir darajada o'sha quritish haroratini yoki darajasini boshqara olishimiz mumkin. Qandayki, ya'ni o'sha kunning issiq paytida biz o'sha haroratni ma'lum bir haroratni demak minimallashtirish uchun bevosita u yerdagi o'sha quyosh nuri batareykasidan yig'ilayotgan energiya manbasini, ya'ni ventilyatsiya asosida issiq havo yuborilishi natijasida mahsulotning quritilishiga yordam berishi mumkin. Va bu mahsulotni aynan o'sha asta-sekin bilan quritilish natijasida mahsulot tarkibidagi namlik miqdori, demak, asl harorat oshishi natijasida bevosita bug'lanish jarayonida tashqariga chiqish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Va bu aynan o'sha tashqaridagi havo albatta o'sha nolka bilan yopilgandagi haroratni bevosita 10 yoki 15 gradus farq qiladi. Va bevosita u mahsulotga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni rangiga yoki uni tez qurib ketishiga yoki mahsulot quritilgandan keyin uning mahsulot tarkibida qanchalik biz uchun foydali bo'lgan makro mikronutrient vitaminlar yoki o'sha uglevodlar yoki quruq modda miqdori qanchalik darajada saqlanib qoladi. Va ular dastlabki o'sha mahsulot olib kelinganda
demak iste'molga chiqarilish jarayonidagi quritilgan mahsulot bilan bevosita ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1 kilogramm mahsulotimizda agarki shu uzum misolida yoki shu o'rik yoki olma misolida ko'rgan bo'lsak, o'sha 20, 25 yoki 30% gacha biz quritilgan mahsulot olishimiz mumkin. Qachonki, ya'ni o'sha me'yorida, ya'ni o'sha mahsulot quritish talablariga yoki bu mahsulotimizni aynan iste'molga yaroqli holatda yetkazib berganimizdagina. Ya'ni o'sha tashqi ko'rinishga agar e'tibor beradigan bo'lsak, masalan bu yerda ko'rishingiz mumkin mevalar, masalan sitrus mevalarimiz ham bor. Bular nima uchun? Chunki biz iste'mol bozorimizdagi assortiment mahsulotlarni aynan ko'paytirish maqsadida. Chunki har bir meva, sabzavot mahsulotlarimiz yetishtirilishi yoki iste'mol jarayoniga yetkazilish nuqtai nazaridan ma'lum bir darajada ularni iste'moldan ortishi mumkin yoki isrofgarchilikka yo'l qo'yishi mumkin. Va bu jarayonda aynan biz mahsulotlarni sifatli, ya'ni yangi va qayta ishlangan mahsulotlar bilan aynan to'ldirishdan qat'iy nazar va ularni yana ham mahsulotlar assortimentini ko'paytirish maqsadida biz ularni turli xil usullarda quritilib va ularni biz iste'mol bozoriga yetkazishimiz mumkin. To'g'ri, aynan o'sha mahsulotimiz o'zining asl ta'mini yoki rangini saqlab qolmasligi mumkin, lekin u aynan bizning iste'mol bozorimizda o'z o'rniga va undan tashqari aynan aholi o'zining talab va ehtiyojiga qarab uni iste'mol qilishi mumkin. Qachonki, ya'ni ularni o'sha tanlarxi agarki biz arzon va sifatli bo'lsak, to'g'ri, agar narxi baland ham bo'lishi mumkin, lekin uni ko'proq biz eksportga yo'naltirishimiz mumkin. Chunki biz mahsulotlarimizni bilamiz, oziq-ovqat yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlarimiz bizning shu quyosh nuri bevosita tushishi natijasida fotosintez yoki bu mahsulotlar quritilish jarayonida aynan o'sha tarkibidagi moddalarning yuqori darajada shakllanishi yoki mahsulotning bevosita biz uchun asl ta'mga ega bo'lganligi uchun ham aynan bizning mahalliy bozordan tashqari, demak, eksport jarayonlariga ham bevosita yo'naltira olishimiz mumkin. Va bu jarayonda aynan mahsulotimiz ichki bozorda arzon va sifatli bo'lishi mumkin, lekin xalqaro darajaga chiqishi bilan bevosita ularning tanlavi ham oshadi va bevosita ularning quritilgan mahsulotlar agarki biz ularni ta'minlay olsak, bevosita ularning ham yana ham tanlavi bevosita oshishi natijasida, ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchi yoki tadbirkorlar yoki yetishtiruvchilar uchun yangi turdagi o'sha jihozlardan foydalanish yoki ularning yangi o'sha ko'rinishdagi quritilgan mahsulotlar yoki iste'mol bozoriga sifatli mahsulotni yetkazib berish uchun albatta ularning iqtisodiy samaradorligiga bevosita e'tibor beramiz. Keyingi jarayon, ya'ni biz o'sha tabiiy holatda quritishimiz mumkin dedik. Ayni bu paytda, demak, mahsulotlar o'ziga xos hidga ega bo'lishi mumkin. Masalan, qanday holatda? Ya'ni biz meva mahsulotlarimizni qanday bilamiz? Ya'ni ularni hidlaridan ajratib olamiz. Masalan, olma misolida agar biz ko'proq e'tibor bergan bo'lsak, uning o'sha o'zidan etilin gaz ishlab chiqarishda, ya'ni biz demak o'sha olma hidini seza olamiz. Lekin u agar me'yordan ortib ketsagina boshqa bir mahsulotlarga ta'sir ko'rsatadi. Va shu nuqtai nazardan ham, ya'ni biz o'sha mahsulot quritish jarayonida turli xildagi, demak, kislotalardan ham foydalanishimiz mumkin dedik. Bular nima uchun xizmat qiladi? Ya'ni mahsulotni tezroq qurishi uchun yoki o'sha mahsulotning aynan rangini saqlab qolish uchun yoki ma'lum miqdorda mahsulotni bevosita quyosh nuri yoki o'sha turli xildagi jihozlarda aynan o'sha qorayish yoki dog'lanish holatlarini albatta mahsulotga bevosita yuzaga chiqarmaslik xususiyatlarini albatta o'sha kislotalar tomonidan himoyalangan holat, ya'ni o'zining o'sha asl ko'rinishi va ta'mini saqlab qolish uchun xizmat qiladigan kislotalardan foydalanamiz. Va bular aynan ma'lum bir darajada mahsulot tarkibida saqlanib qolishi mumkin. Bular ham bevosita ularni sensorik analiz yoki o'sha laboratoriya tahlillarida bevosita kuzatilishi mumkin. Bularni me'yorlashtirilgan holatda, ya'ni o'sha masalan oltin but bilan dudlangan holatda quritishimiz mumkin yoki turli xildagi oziq-ovqat kislotalari bilan bular aynan o'sha mahsulotimizda ma'lum bir darajada saqlanib qolishi mumkin. Qanchalik? Ya'ni ularni o'sha sanitar epidemiologiya o'sha tahlillar, o'sha laboratoriya jarayonlarida mahsulotlarga qo'yilgan talab bor. Qanchalik? Ya'ni o'sha biz o'sha quritayotgan mahsulotda qanchalik miqdorda quritilgan mahsulot olish mumkin? 20 yoki 30%. Lekin o'sha 20-30% mahsulotning tarkibida biz quritish jarayonidagi foydalanadigan o'sha turli xildagi eritmalar yoki kislotalar yoki shu oltin gurt agar mahsulot tarkibida ma'lum darajada saqlanib qolgan bo'lsa, demak, ular me'yori qanchalik darajada? Ularni iste'mol qila olishimiz mumkinmi yoki qila olmasligimiz? Albatta ularni o'sha laboratoriya tahlillar asosida biz ularni iste'molga ruxsat yoki ruxsat etmasligini albatta tekshira olishimiz mumkin. Ulardan oldin biz uni albatta sensor, ya'ni degustatsiya qilish orqali, demak, mahsulot tarkibida qanchalik miqdorda ularni o'sha kislotalik miqdori saqlanib qolganligi va mahsulotimiz qanchalik o'sha hidlar yoki begona
demak hidlarni qanchalik darajada mahsulot tarkibi saqlanib qolganligi va bular albatta bevosita mahsulot tarkibiga undan tashqari ularning ta'miga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.